Assalomu alaykum brifing qatnashchilari. Bugungi brifing mavzumiz xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori ball to'plagan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlarini to'liq qoplab berish tartibini joriy etish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 209-son qarorini mohiyati to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Bugungi kunda ta'lim tizimiga katta e'tibor berilmoqda. Ayniqsa chet tillarini o'rganish uchun imkoniyatlar katta. Jumladan, xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori ball to'plagan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlarini to'liq qoplab berish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish, ariza berish va uni ko'rib chiqish, kompensatsiya pulini to'lash nazarda tutuvchi xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori ball olgan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlarini to'liq qoplab berish xizmati yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi ushbu qarorda ko'rsatilgan imtihon turlaridan yuqori ball olgan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlarini to'liq qoplab beradilar. Bunda ariza beruvchilar imtihon topshirish paytida 31 yoshga to'lmagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan imtihon topshirish xarajatini kompensatsiya qilishni so'rab, berilgan tartibda murojaat qilgan jismoniy shaxslar hisoblanadilar. Imtihon bo'yicha yuqori ball olgan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlarini to'liq qoplab berish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatishga quyidagilar ishtirok etadilar. Davlat xizmatlari markazlari ariza beruvchi kelib murojaat etganda uning nomidan so'rovnomani to'ldirib, Yoshlar ishlari agentligiga yuboradi. O'z navbatda O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi maxsus sertifikatni verifikatsiyadan o'tkazadi yoki maxsus sertifikatning haqiqiyligini mas'ul vakolatli xorijiy tashkilot orqali tasdiqlatib oladi. Haqiqiyligi tasdiqlangan maxsus sertifikat egasi bo'lgan ariza beruvchilarning elektron reyestrini shakllantiradi. Ushbu elektron reyestrni va unga muvofiq kompensatsiya mablag'larini O'zbekiston Respublikasi Aksiyadorlik tijorat xalq bankining hisob varag'iga o'tkazadi va xizmat natijasi bo'yicha ariza beruvchiga SMS xabar yuboradi. Xalq banki filiali ariza beruvchilarning kompensatsiya pulini olishga bo'lgan huquqini tasdiqlagan holda uning xohishiga ko'ra ushbu kompensatsiyani naqd yoki naqd pulsiz shaklda to'lanishini amalga oshiradilar. Ariza beruvchiga SMS xabar yuborilishi bilan bog'liq xarajatlar O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligining mablag'lari va qonunchilik hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa mablag'lar hisobidan qoplanadi. Davlat xizmatlari markazi, Yoshlar ishlari agentligi va Xalq banki o'rtasida elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish doirasida axborot almashinuvi elektron hukumatning idoralararo ma'lumotlar uzatish tarmog'i orqali amalga oshiriladi. Bunda ariza beruvchi istalgan tuman davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiladi yoki yagona interaktiv rasmiyatlar portalidan elektron tarzda foydalanish uchun ro'yxatdan o'tadi. Ariza beruvchining murojaatiga asosan quyidagi hujjatlarni elektron tarzda ilova qiladi. Imtihon topshirish xarajati to'langanligini tasdiqlovchi to'lov kvitantsiyasi PDF formatda, maxsus sertifikat PDF formatda, taqdim qilingan hujjatlardagi ma'lumotlarning haqqoniyligiga ariza beruvchi mas'ul hisoblanadi. Ariza beruvchi davlat xizmatlari markaziga kelib murojaat etgan taqdirda uning so'rovnomasi davlat xizmatlari markazi xodimi tomonidan to'ldirilib, ariza berish tomonidan tasdiqlangandan so'ng 10 daqiqa mobaynida yagona interaktiv xizmatlar portali orqali murojaat etilganda avtomatik tarzda Yoshlar ishlari agentligiga elektron shaklda yuboriladi. Quyidagi shartlar to'liq bajarilganda ariza beruvchiga mazkur reglamentda nazarda tutilgan kompensatsiya to'lab beriladi. Imtihonlarning bir yoki bir nechtasi bo'yicha imtihon topshirish xarajati kompensatsiya qilinishi uchun to'planishi lozim bo'lgan yuqori ballning minimal ko'rsatkichi yoki undan yuqori natija qayd etilganda maxsus sertifikat berilgan sanadan boshlab 180 kalendar kun o'tmasdan kompensatsiya to'lashni so'rab, ushbu reglamentda belgilangan tartibda murojaat qilinganda, maxsus sertifikatda ko'rsatilgan imtihon natijasining haqiqiyligi va to'g'riligi Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tasdiqlanganda, murojaat qilish jarayonida ariza beruvchi kompensatsiyani olish uchun o'ziga qulay hududdagi Xalq banki filialini tanlaydi. Yoshlar ishlari agentligiga ariza beruvchining murojaati yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tushgan paytdan boshlab 15 kalendar kun mobaynida maxsus sertifikatni verifikatsiyadan o'tkazadi. 16 yoshga to'lmagan fuqarolarning imtihon topshirish xarajati kompensatsiya qilishni so'rab, ushbu fuqarolarning qonuniy vakillari murojaat qilishlari mumkin. Bunda kompensatsiya ushbu reglament talablariga muvofiq 16 yoshga to'lmagan fuqaroning qonuniy vakillariga to'lab beriladi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari va davlat xizmatlari markazlari ushbu qaror talablari ijrosiga mas'ul davlat organlari va boshqa tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy monitoringni amalga oshiradilar. E'tiboringiz uchun rahmat.